Akalar, mana shu 4-7 sotuli tayyor uchastkani bitta ko'rmaysizlarmi? Qaranglar, kattagina qilib qo'yishgan. Yashil maydonga alohida e'tibor beringlar. Bu yoqda yozgi oshxona uchun ham hamma sharoitlari chiqarib ketilgan. Asosiy bino kirish eshigi bu yoqdan ekan. Zo'r tarafi, plyus tarafi tupik mahallada joylashgan. 5 metrli yo'llardan shunday kirib kelganda mana shu tapchanggacha bemalol 3 ta mashina ketadi. Endi qaranglar, asosiy binoga bu yoq burchakdan ham kirsa bo'ladi. Yurib kelganda to'g'rida bitta umumiy sanuzel, kotelniy xonalari ham ichida joylashgan. Qani bismillah kirib kelar ekanmiz, oyon teglarini tark et, aboy patologlarga alohida e'tibor beringlar. Shunday kirganda kirish eshigini tepasida konditsionerlargacha tayyor o'rnatilgan, bu yoqda batareyalargacha qo'yib ketilgan. O'ng tarafda eshigimizda birinchi bo'lib bolalar uchun yotoqxona, uni yonida родительский spalni, ichida o'zining ham sanuzel bor. Yurib kelganimizda mana shunaqa divan qilib qo'yishgan, prixoshkaga kattagina hol bo'ladi. Boya ko'rsatgan eshigim, kirish eshigi. To'g'rida umumiy sanuzel, hojatxona, yuvinish xonalari. Mana eshik bo'ladigan bo'lsa, kattagina razmerda oshxonamizda, oshxonaning yonida yana bitta yotoqxona joylashgan. Yurib kelar ekanmiz, yana bitta детский spalni, hozirda uy egalari bu yoqda bo'lgani uchun ko'rsatamiz. Oxirgi xonamizda mehmonxona bo'ladi, gostivoy xona. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsa, Toshkent tumani Ko'kteri Qaynamada joylashgan. Narxiga keladigan bo'lsa, naqdga mana shu tayyor 4-7 sot uchastkani 135 ming bo'lsa, berib yuboramiz deyapti. Agarda zo'r variant bor, 70 ming dollarni berib turib, qolganini 5 yil ichida uyi egalari bilan kelishsanglar bo'ladi. Aniq lokatsiyasi Telegram kanalda bo'ladi.